Saturn haqida nima deysiz? Saturn haqida nima deyman? Sportsmen tomonlama qarasam, sport sohasida qarasam, malades, zo'r ishdi. Endi birinchi bo'yga shunaqa urishadi. Biz ham shunaqa urishganmiz birinchi bo'yda. Dashi unaqa ham urisha olmaganmiz birinchi bo'yda. Unaqa o'yin bo'lib chiqa olmaganmiz. O'zini zo'r tutdi. Saturnga malades. U bilan biznes mingta odam bilan, mingta emas edi, 5-10 mingta bo'lsa kerak menimcha. Odamning orasiga 15-10 mingta odamning o'rtasiga chiqib olib, o'rtada urishish u qiyindan sababchi. Saturnga malades addushi zo'r ishdi. Shunaqa urishadi-da, birinchi bo'yga shunaqa urishadi. Endi xudo xolasa keyingi bo'ylariga xudo xolasa yaxshi urishadi, bundan ham yaxshi bo'lar ko'rsatadi. Qada Murodov ligada yuribdi, endi sparing bolalar ko'p, sparing tushadi edi, ochiladi sekin-sekin. Malades, sashi bolaga.